Vijdonsiz trenerlarga atalgan bu videoyim. Vijdonlaring bo'lsa, odamlarga ertalab yugurishni tavsiya qilmanglar. Olimlar tomonidan isbotlangan zarar narsalar bor. Oxirida nima zararligini aytaman sizlarga. Odamlar agar trener ertalab turib yuguring, 15 minut, 20 minut yoki 2 kilometr yuguring, 5-10 minut razminkalar qilingda, ajjimana qiling, o'tirib turing, press qiling deydigan bo'lsa, unaqa trenerdan birdan qochish kerak. U bilmaydi o'zini ishini. Bu olimlar tomonidan isbotlangan. Ertalab turib yugurib mashq qilish vazningizni yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Taningizni yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Bu ertalabdan birdaniga kayfiyatingiz ko'tarilib, kun bo'yi energiyaga to'lib yurishingizga olib kelishi mumkin. Va nihoyat albatta bu nima deydi, jismoniy imkoniyatingiz zo'rib qoladi, tiklanib qoladi ertalab turib mashqni yo'lga qo'ysangiz. Va shunaqa trenerlar bilan ishlang. Ertalabdan turish shart emas, 11 gacha maza qilib uxlang, mashq qilishingiz shart emas deydigan. Shu bir kechlarga tomon bir mashq qilib, bir yarim soat mashq qilingda, keyin bemalol ishingizni qilavering deydigan trenerlar bilan ishlash kerak do'stlar.